Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Steve Beck. Do'stlar, bugungi Minecraft lekin biz quyonlar epik narxlar beradigan dunyoda endi Dragon o'tashga harakat qilamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir barchasini tushuntirib o'taman. Xullas do'stlar, bizning kanalimiz yangilandi, ya'niki Minecraftning versiyasini yanada ko'tara oldik. Bunga telefonimiz bardosh bera oldi. Qaranglar buni. Osmon misoldan bilishinglar mumkin, juda ham kuchli shaderlar va ajoyib atmosfera, eng muhim qaranglar, quyosh dumaloq va juda ham chiroyli va ajoyib bo'lgan shaderda biz shu versiyaga to'g'ri kelgan Minecraftni yuklashga majbur bo'ldik va o'zingizlar ko'rib turibsizlar, atrof juda ham chiroyli va juda ham zo'r. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda biz boshladik. Quyosh dumaloqligi lekin juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Demak, bizning birinchi qiladigan ishimiz bu albatta daraxt chopib olish bo'ladi. Qani daraxt chopishga go. Ajoyib daraxt chopib olganimizdan keyin o'zimizga bitta verstag yasab olamiz. Ajoyib. Endi bo'lsa 12 ta tayoqcha ham. Let's go. Endi bo'lsa Minecraft asosi bo'lgan birinchi bo'lib yog'och instrumentlarni craft qilishdan boshlaymiz. Bilasizlar, quyonchalarni o'ldirish oson ish emas. Shu sababli o'zimizga boshlang'ich instrumentlarni yasab olganimiz yaxshi nima uchun quyoncha? What the hell? Qarang, qayerdan topaman deyotganim o'zi spawn bo'ldi. Ajoyib, let's go. O'lib ket. Epic narsa bermadi-ku. G'alati. Ha, aytgancha do'stlar, biz quyonchadan epik narsa modini qo'shmagan ekanmiz bu kartaga. Hozir sizlar bilan birga qo'shib olamiz. Ketdik, modlar bo'limida APKni yuklaymiz va o'yinga qaytadan kiramiz. Endi bo'lsa modni qo'shib oldik. Hozir natijani ko'ramiz. Buning uchun atrofda bironta quyon topish kerak. Demak, qaranglar, ochiq joylardan spawn bo'lar ekan. Quyon demoqchi edim, what the hell, mana spawn bo'ldi. Oh, what the fuck? Qaranglar. Yonma-yo shuncha. Juda ham ko'p narsalar berar ekan. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Hop, biz biror chekkaroq joyga bizga kerak emas narsalarni tashlab yuborishimiz kerak. Hop, opitlar bizga kerak emas, cho'chqa go'shti kerak emas. Lapis bloklar kerak emas, qanaqadir jinnicha damlamalar ham kerak emas. Olmos rudasi ham hattoki bizga kerak bo'lmaydi. Bu portal turib tursin, bizga kelajakda kerak bo'ladi. Xo'sh, endi quyonchalar spawn bo'lishini kutishimiz kerak. Bizdan talab qilinadigan asosiy narsa shu. Yoki bo'lmasam atrofni biroz aylanib chiqish kerak. Ya'ni ko'rib chiqish kerak. Ko'rdinglarmi? Tulki quyonni ovlayotgan ekan. Yo'q. Tulki tovuqni demoqchi edim. Bu yerda hozircha turgandan foyda yo'q. Atrofni, ya'ni merni aylanib ko'ramiz. Sonra quyonchalar chiqib qolsa demoqchi edim, o'z quyon chiqdi. Let's go. To'xtasangchi yaramas tonka. Yo-mayo, buni o'ldirish buncha qiyin. To'xta. O'lib ket. Let's go. Lekin epik narsalarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nega desanglar, juda ham ko'p beradi demoqchim, totim. O'qitilgan oltin olma. Ajoyib zarcharlangan olmos. Oyoq kiyim, end portali va mis blok. Qanaqadir jinnicha narsalar, nesrit blok bizga kerak bo'lmaydi. Lopatka ham kerak bo'lmaydi, lekin hozircha olib qo'ysak bo'ladi. Sababi esa yog'och boltadan ko'ra lopatkani uroni ko'proq. Bu degani biz quyonlarni osonlik bilan o'ldirishimiz mumkin degani. Shundoq ham bitta urishda urilyapti, lekin baribir lopatka boshqa narsada. Ajoyib. Let's go. Firewall ko'rdinglarmi? Demak, bizga elektr ham berishadi. Ajoyib. Bu yerda nima kerak emas? Bu yer sandiq bor ekan. Kelamiz, shu sandiqni olib, sandiqqa solib qo'yamiz. Bizga kerak emas narsalarni.
Sababi esa atrofda juda ham ko'p narsa bo'lsa Minecraft qotishni boshlaydi. Bu esa biroz yomon. Bu nimaligini bilasizlarmi? Bilmaysizlar, to'g'rimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar albatta bu nimaligini tushuntirib o'taman. Bu juda ham epik narsa. Ishimizni juda ham osonlashtiradi. Bilganlar kommentariy yozib qo'yishinglar mumkin. Bilmaganlar esa videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Hozir bizda portallar ko'payib ketibdi. Ikkitasini chetga olib qo'yamiz. Xo'sh. Demak, opitlar bizga kerak emas. Suli paqir tursa, lapis blok ham kerak bo'lmaydi. Mis blok ham shu qatorda. Arbalet, cho'chqa go'shti bizga umuman kerak emas. Va bo'ldi. Bizga kerak emas barcha narsalarni sortirovka qilib oldik. Endi bo'lsa yana quyonchalarni qidirishni boshlaymiz. Demoqchi edim, o'zi quyoncha spawn bo'libdi. Ajoyib. Qaranglar, ber ochiq biyom bo'lganligi uchun spawn bo'lyapti va qorli biyom bo'lgani uchun. Agar boshqa ochiq joy bo'lsa, bu quyonlar spawn bo'lmaydi. Faqat bir qorli o'lkada yashagani uchun bu yerda spawn bo'lyapti. Shuni ham unutmasligimiz kerak. Xallar o'zi o'ylashi mumkin, bu kreativdan o'tib, shu quyonchalar spawn qilib, prosta o'ldiryapti deyishi mumkin. Hamma har fikrlaydi, shuni fikrlashni oldini olish maqsadida bu gapni aytib o'tayapman. Bu yerda ajoyib olmos qilich bor ekan. Hozir bizga kerak emas narsalarni barchasini shu yoqqa tashlab yuboramiz. Va bularni yoniga bittasini qo'yib, bularni yoqib yuboramiz. Endi bo'lsa kerak emas barcha narsalarni sandiqqa tashlaymiz. To'g'ri qatorda o'qitilgan kitob Elytra. What the fuck? Qaranglar, bizga Elytra berishdi. Ajoyib, juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Xo'p, bu qaysi biri yaxshi? Menimcha bu yaxshi. Bu protectiondan ko'ra bo'ldi. Hozircha o'zimizga kerakli narsalarni qo'lga kirityapmiz desak bo'ladi. Firework oldik, Elytra oldik, eng muhim narsalarni oldik. Qilichni zacharlari ekranda ko'rinishi biroz ekranni videoni sifatini buzadi. Bu esa juda yomon. Hozir sizlar bilan shuni video davomida to'g'rilaymiz. Buning uchun ham alohida modim bor. Aslida u modni bu yoqqa, ya'ni bu merga qo'shish esdan chiqdi. Albatta o'yin davomida Ender Dragonga, ya'ni Endga borishdan oldin bu muammoni to'g'rilab, keyin Endga boramiz. Xo'sh. Nega orqaga qaytyapsan, Steve deyishlari mumkin. Men o'ylashim bo'yicha bu yoqlarda ham quyonlar spawn bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi esa birinchidan ochiq joyligida bemalol quyonlar spawn bo'lishi mumkin. Ikkinchidan esa bu qorli biyomligini hisobga olgan holda spawn bo'lishi mumkin, lekin hozircha quyonchalarni ko'rmayapman. Bu degani quyonchalar spawn bo'lishmayapti degani. Yana bir sabab kech bo'layotganligida bo'lishi mumkin. Yoki mana bu bo'ri hammasiga sababchi. Xo'p, rostdan ham qaranglar, kech bo'lyapti. Bu esa juda ham yomon. Juda ham yomon. Menimcha quyonchalar bu yoqqa spawn bo'lishmaydi. Sababi esa kech bo'lganligida. Ya'ni eng asosiy sabab bu kech bo'lganligida. Kech bo'lishi bilan esa yovuz moblar spawn bo'lishni boshlaydi. Bu misollarni yoqib yuboramiz. Bizga kerak emas. Qornimizni to'qlab, o'zimizga biron bir panoral joy topishimiz kerak. Xo'sh, mana shu muzliklar yonidan o'zimizga kichikgina baza qurib olsak ham bo'ladi. Hozir yog'ochlarni olib olamiz. Ya'ni taxtalarni bitta, ikkita va tepasini yopamiz. Bu yoq ham bitta, ikkita, 3 ta ajoyib kichik bazamiz tayyor. Endi bo'lsa sizlarga boya aytgan modimni qo'shamiz. Bu mod resource packlar bo'limida mana ajoyib. Endi bo'lsa natijani ko'ramiz. Hozir menga qaytib olamiz birinchi navbatda.
Qaranglar mana qilichimni juda ham ko'p zachari bor. Hozir qilichimni qo'limga olaman, lekin ekranda boyagidek zacharlari ko'rinmaydi. Ya'niki biz qo'shgan mod buni oldini oladi, ya'ni zacharlarni ko'rsatmaydi, faqat qilich nomini ko'rsatadi. Bu esa videoni sifatini anchagina yaxshilaydi. O'tgan videolarimda bu juda ham katta muammo bo'lgan, ya'niki aytmoqchi bo'lganim, biroz video sifatini buzgan demoqchiman. Hozir bitta qilaman, ertalab bo'ladi. Ajoyib, let's go. Endi bo'lsa qaranglar, biz suvga tushishimiz shart emas ekan. Shunday yursak, o'zi oyog'imizni tagidagi suvlar barchasi muzlab qolyapti. Bunga esa oyoq kiyimdagi Frost Falker effekti yorug' zachari yordam beryapti. Frost Falkermi shunday. Xo'p, demak bizga quyonchalar kerak. Quyonchalar negadir spam bo'lishmayapti. Bu esa yomon demoqchi edim. Qaranglar, bitta quyoncha va bolachasi spam bo'libdi. Savol, bolachasi epik narsa beradimi? Hozir buni test qilib ko'ramiz. Yo'q, afsuski bolachasi hech qanaqa epik narsalar berishmas ekan. Bu esa biroz yomon. Lekin onasi juda ham zo'r epik narsalar berdi. Hozir nezirikli qilich ko'rdimmi? Bizga sandiq kerak. Sandiq bor ekan, ajoyib. Sandiqqa barcha kerakli narsalarimizni solib olamiz. Undan oldin sandiqning ichidagi ikkitalik narsalarni bittalikka o'zgartirib olamiz. Bu esa joy ko'proq bo'lishligi uchun. Hop, bizga cho'chqa go'shti kerak emas, kamon kerak emas, bu ham uncha yaxshi emas ekan. Arbalet kerak emas, misblok kerak emas, trident ham mayli 4%, end portali bizga bir stak yetadi. Meniki o'xshagan demoqchiman, menikidan kuchliroq ekan. Buni ham olib olamiz. To'g'ri, o'zimiznikini tashlab yangisini olib olamiz, chunki meni hozir yashayotgan qilichimdan anchagina kuchli ekan. Bir stak bizga portal yetadi. 2 litramiz bo'libdi, ajoyib. Bu suvli paqir bizga kerak. Damlama esa kerak emas va bo'ldi. Barcha o'zimizga kerakli va kerakmas narsalarni ajratib oldik. Xo'sh, bu yerda uncha kerakli narsalar yo'q ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Biz hozir yana quyonchalarni izlaymiz. Umid qilamanki, hali quyonchalar spam bo'lishadi. Xo'sh, atrofda hozircha quyoncha ko'rinmayapti demoqchi edim. Qaranglar, ola quyoncha ham bor ekan bu yerda. Ajoyib. Bu quyon bolasi, bunga teginib o'tirmaymiz. Bu ham quyon bolasini o'ldirganimiz uchun bizga epik narsa berishmadi. Bu kamon ancha zo'r ekan. Yo'lda bo'lmasli ishim totim yana bir bor berishdi. Ajoyib. Lapis blok kerak emas, anvil kerak emas. Qayla, bu anchagina yaxshi ekan. To'g'ri, bunda kiygandagi yechib bo'lmaslik zachari bor, lekin juda ham ajoyib effektlari ham bor ekan. Hop, esmurut bizga kerak bo'lmaydi, nezirit qilich kerak emas, qanaqadir jinnicha damlama kerak emas, elitra ham ikkitaga yetadi bemalol. Stek bizga kerak bo'lmaydi. Bu kamon menikidan ancha kuchli ekan. Qaranglar, bu lekin ancha kuchli ekan. Ham bunda qanaqadir qizilcha effekt yo'q, ya'niki qizil zachar yo'q. Kurstrommi, xolos shunaqa zachar yo'q. Bu esa juda ham zo'r deganim. Bizda olmos blok ham bor ekan. Qo'tilgan oltin olmalar ham shu yerda tursin. Taxtani chekkaroqqa olib qo'yamiz. Va endi buni shunchaki yoqib yuboramiz. Hozir nezrit bilamiz, Minecraftda yonmaydi. Savolda, bu o'zi bolasimi, onasimi? G'alati, tushunib ham bo'lmaydi, onasi ekan. Ajoyib. Bizga partikul, wow, bu ham juda ham zo'r effektlarga ega ekan. Bizga ko'rka berishdi. Nezritli chiqli, bu ham bizga kerak bo'lmaydi. Mabodo uni kiysak, keyin qaytib yechib bo'lmasa, bu juda yomon. Bizga endi juda katta minus bo'lishi mumkin.
Hop, boyagi olgan narsalarimni qaytarib olyapman ekan, e'tibor berib qarasam. Uzoqroq turib, endi barcha bizga kerak narsalarni yoqib yuboramiz. Va qayoqqa to'xta, yaramas to'nka, to'xta. O'lib ket, ajoyib. Oho, hali qancha narsa berishdi bizga. Menimcha bu olmos oyoq kiyim anchagina yaxshi menikiga qaraganda. Demak, inventarimizdagi barcha kerakmas narsalarni ajratib olamiz, ya'niki sortirovka qilib olamiz. Tezlik damlamalari. Bu menikidan yaxshi emas. Anvil, Trident, kitoblar javoni, qanaqadir damlama, nezerklashim, qadimgi qoldiqlar, yana damlama va mis blok. Bizga bu yerda yana nima kerak emas, ko'rib olamiz. Menimcha barcha bizga kerakli narsalar qoldi. Keraksiz narsalarni barchasini tashlab yubordik. Hozir bizga versak kerak bo'ladi. Undan oldin buni birinchi yoqib yuboramiz. Zajgalkani qo'limizga olib, bum, xayr. Ajoyib. Endi bo'lsa bizga hozir versak kerak. Versakni yerga qo'yib olamiz va o'zimizga bitta olmosli chestplate yasab olamiz. Va albatta olmosli tapor ham. Bizga o'yin davomida hali az qotadi. To'xtaylik, aytgancha bizda olmosli chestplate bor-ku. Hayronman nega yasadim? Aytgancha bizga olmosli bosh kiyim kerak edi. Adashib ketdim, uzr. Sabab esa bizga shu paytgacha olmosli bosh kiyim berishmadi. Shu sabab ham biz olmosli oyoq kiyim yasab olmoqchi edik, yo olmosli bosh kiyim yasab olmoqchi edik. Olmosli chestplate yasab yuboribman, uzr. Hozir sizlarga boya tushuntiraman degan narsani qaranglar mana. Bu yoqqa end portalni qo'yib olamiz. Jinicha bo'lsa ham. Endi qaranglar. Bak, ko'rasizlarmi nima o'ylaganini? Ha do'stlar, bu endi shu portalining kichik nusxasi. Shunday desak to'g'ri bo'ladi. Ular buni xohlagan joylaringga qo'yaverasizlar. Bu xohlagan bloklaringda yerda o'zida ham ishlayveradi. Va shu bilan bir qatorda Nether ham xuddi shunday. Misol uchun end portalining ramkalarini joylashtirib olamiz. Qaranglar. Xuddi Obsidiandan portal quramiz, kana shunday portal quramiz va boyagi end to'g'ri Netherning portalini qo'ysak, ko'ryapsizlarmi? Hozir shu yoqqa borsak, bizni to'g'ri Netherga olib ketib qoladi. Bu esa bizga kerak emas, chunki bizga barcha kerakli narsalarni o'zimizga yig'ib bo'ldik. Ko'ryapsizlarmi? Yerda ham ishlab ketaveradi. Xuddi Crying portal ham xuddi shunday. Tushunyapsizlarmi? Demak, shuni olgan bo'lsalaring, bizda barcha kerakli narsalar borligini hisobga olgan holda bemalol endga yo'l olsak bo'ladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz endga yo'l olamiz. Qani, ketdik. 1 2 3 portalga sakraymiz. Qani, endga go. Ajoyib. Va biz enddamiz. Let's go. Birinchi bo'lib o'qitilgan oltin olmani yeb olib, Fireworkni biroz chekkaroqqa, ya'ni bu tomonroqqa olib olsak yaxshi bo'lar-edi. Sabab esa qo'lga olish, ya'ni uskunalarni almashtirish juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa birin-ketinlik bilan barcha kristallarni yo'q qilib olamiz. E'tibor bersalaring, barcha kristallarni deyapman. Bu safar qobiqqa o'ralgan kristallarni ham barchasini yo'q qilamiz. Va bizning bu kristalimiz.
Uchinchi kristal ham ketdi. Bu yerda boshqa kristallar qolmadi. Boshqa minoraga ko'chib olishimiz kerak. Bu esa hech qanaqasiga muammo bo'lmaydi. Sababi esa bizda Elytra ham, Firework ham bor. Bu kristalni ham va bunisini ham yo'q qilib olamiz. Yaramas Ender Dragon kristallarni yo'q qilishimga maksimal darajada harakat qilyapti, xalaqit berishga. Lekin yo'may tushib ketdim. Mayli, hech qisi yo'q, birinchi urinish o'xshamadi. Va ikkinchi urinishimiz. To'xta, yaxshi. Yo'q, yaramas, tezroq sindir. Sal qoldi, o'lib ketardik. Bu tezroq oltin olmayish kerak. Ajoyib. O'zi ham zo'rg'a tirik qoldik. Sal qolsa o'lib ketishimiz mumkin edi va challenge ham shu joyda o'z nihoyasiga yetar edi. Ehtiyot bo'lib, uni olamiz demoqchi edim, afsuski o'xshamadi. Va bu kristalga ham ikkinchi bor hujum qilamiz. Sekin ichga tushib olamiz va bitta oltin olmani yeb, o'qitilgan oltin olmani yeb. Buzilib qolsangchi yaramas, ajoyib. Biz barcha kristallarni yo'q qila oldik. Endi bo'lsa Elytrani olib qo'yamiz va o'rniga chestplate'ni yeb bemalol Ender Dragonga qarshi chiqsak bo'ladi. O'qitilgan oltin olmalarimiz ham tugadi. Endi bo'lsa faqat oltin olmalar va olmosli qilich. Sopernikimiz bo'lsa Ender Dragon. Qani go. Yaramas Donka negadir yerga tushgisi kelmayapti, pastga tushgisi kelmayapti. Atrofga juda ham tupurib tashladi. Mayli, biz kamonda bo'lsa ham endi Dragonni, ya'niki havo hujumi orqali mag'lub qilishga harakat qilaveramiz. Bizda hali o'qlar ko'p. Lekin o'qlarni tejashimiz kerak. Sabab esa kamonda Infinite sachari yo'q. Shu sababli ham biz o'qni maksimal darajada tejashimiz ham kerak. O Ender Dragon yerga qo'nibdi demoqchidim. Bormoqchi bo'lgan joyimda yaramas Donka uchib ketdi. Hop, mayli, hech qisi yo'q. Baribir bir kun kelib shu yerga qo'nadi. Yaramas Donka, senga balo bormidi? O'lib ketdi. Yonimga kela olmaslik kelaman deguncha o'lib ketdi. Ajoyib. Ender Dragonni va nihoyat o'zimizning qaynoq zarbalarimizni berishni boshladik. Va yaramas Donka yana ketib qoldi. Eng qizig'i, Ender Dragon endi hech qayoqdan jonini to'ldira olmaydi. Sababi esa biz barcha kristallarni yo'q qildik. Shunchaki osmonga chiqadi, uchadi va yana qaytib shu yerga keladi. Va keldi ham. Ajoyib. O'lib ketdi yaramas. Qani Ender Dragonning 50% joni qoldi, 100% dan 50% va 45% joni qoldi. Umid qilamanki, tez orada barcha joni qolmaydi. Shura kutib tursak, Ender Dragon pastga juda ham tez qo'nadi. Va shunday ham bo'ldi. Ajoyib. Let's go. Hozir o'laman. Bu yerdan ketish kerak. Oltin olmay yeb olamiz. O'lib ket, yaramas Donka, o'lib ket. Qara, 25% joni qoldi va yaramas Donka uchib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q, shu yerda kutib turamiz Ender Dragonni. Hech qayerga ketganimiz yo'q demoqchidim. Yaramas bu yoqqa ham tupurib tashladi. Bu yerdan tezroq ketish kerak. Hozir o'lib qolaman bo'lmasa. Yaramas Donka shu yerga ham tupurib tashladi. O'lib ket. Yo'mayo bu yoqqa ham tupurib tashladi. Yaqiniga yo'lab bo'lmayapti Ender Dragonni. Va o'lib ket, yaramas Donka bitta sabab va ajoyib, biz Ender Dragonni mahv etdik. Let's go. Ender Dragonni yo'q qildik. Yaramas Donkalarni qarayapsizlar. Hop, juda ham ajoyib. Unchalik darajada qiynalmadik desak ham bo'ladi. Sababi esa
o'zlaring bilib turganlaringdek Ender Dragon'ni o'ldirish shuncha qiyin bo'lmadi. Yaramas to'nka endermenlar har tomondan, har xil tomondan hujum qilishyapti. Ket, qani ikkinchisi. Ket. Sen ham ket. Hozir kuningni ko'rsataman. Ket. Qani sen. Ket, ajoyib. Bo'ldi. Bemalol endi opitlarni yig'ishtirib olsak bo'ladi va bizning opitlar levelimiz 58-level bo'ldi. Ajoyib. Judayam zo'r. Xullas do'stlar, biz Ender Dragon'ni mahv etdik. Quyondan epik narsalar beradigan dunyoda Ender Dragon'ni o'ldirish qo'limizdan keldi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, barchangizga kattakon rahmat. Videoda o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Keyingi videoda nima haqida bo'lishini ham qoldirishingiz mumkin. Men albatta barcha kommentlarni o'qib chiqib, sizlarga javob bergan holda shu sizlar aytgan komment bo'yicha video olishga harakat qilaman. Mayli do'stlar, barchangizga kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan Steve Beck bo'ldi. Merga qaytib olamiz. Let's go. Kech bo'libdi o'zi. Ajoyib. Bir ikkita zombilar bilan urushsak ham bo'ladi. Yaramas to'nka o'lib ket. Aytgancha do'stlar, bizda juda ham quvonarli yangilik bor, ya'niki bizning auditoriyamiz, obunachilarimiz soni 96 taga yetdi. Ha do'stlar, biz buni uddalayapmiz. Ya'niki bizning birinchi kichikroq maqsadimiz bu 100 ta bo'lish. Keyin bo'lsa, bilib turganingizdek 10 mingta, 100 mingta va 1 million. Va biz bu rejamiz bo'yicha hozircha juda ham zo'r ketyapmiz desak ham bo'ladi. 96 ta, tasavvur qilyapsizlarmi? 96 ta obunachilarga erishibmiz. Auditoriyamiz 96 taga yetdi. Obuna bo'lganlarga barchaga kattakon rahmat. Obuna bo'lmay kuzatayotganlarga esa iltimos obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lar edim. Sababi esa 100%lik koeffitsiyentda atiga 3% odamlar bizni obuna bo'lib kuzatyapti. Qolgan 97% odamlar esa bez obuna kuzatyapti. Ya'niki obunasiz kuzatyapti demoqchiman. Iltimos do'stlar, obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va biz bunaqa videolardan juda ko'p kerak bo'lsa har kuni video olishimiz ham mumkin. Endi bunday darajada qila olmasak ham muhimi videolar o'z vaqtida chiqadi va cho'zilib ham ketmaydi. Sizlar obuna bo'lsanglar bo'ldi. Bizga bu juda ham katta motivatsiya. Shunday ekan, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Steve Beck bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.